This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. The first one is a widescreen iPod with touch controls. Hozirda ko'pchilik Apple deganda faqat iPhone ni tushunadi. Nimaga shunaqa? Kompaniyani faqat shu mahsuloti mashhurmi yoki faqat shu mahsulot bilan ular ko'tarilib inqilob qilganmi? Boshqalardan farq qilmaydigan oddiygina hippi bolakay qanaqa qilib bunaqangi yirik kompaniyani yaratib qo'ydi? Keling loyihamizni bugungi sonida Apple korporatsiyasi haqida batafsil gaplashamiz. Siz xuddi shunday kanaldasiz. Meni ismim Mahmud. Boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday. Avvalambor Apple dizayn bo'yicha katta inqilob qilgan kompaniya hisoblanadi. Uni mahsulotlaridagi har bitta chiziqlari, shakllari va qolaversa ranglari shunchaki betakrordir. Shu o'rinda hozir TBC Bank Uzbekistonning Ornaments deb nomlangan ajoyib ijtimoiy loyihasini sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Uni asosiy maqsadi O'zbekiston amaliy va xalq san'atini sifrovoy ornamentlar katalogini yaratishdan iborat. Bu saytga kirganingizdan keyin ushbu yuqori sifatli ornamentlarni mutlaqo bepul yuklab olib, dizaynerli, biznes yoki boshqa turli soha va maqsadlarda ishlatishingiz mumkin. Havolani zakreplonni kommentariyada qoldiraman. Endi bo'lsa Apple'ga qaytamiz. Apple haqida gap ketganda, odatda faqatgina Steve Jobs va Tim Cooklarni eslashga o'rganib qolganmiz. Lekin bu kompaniyani tashkil qilinishiga katta hissasini qo'shgan odam Steve Wozniak haqida nimagadir kam gapiriladi. Steve Wozniak botan va elektronika dahosi. Jobs bilan birgalikda kompaniyaga asos solgan inson. Tarixdagi birinchi katta miqdorda sotilgan personal kompyuter dizayneri hisoblanadi. Wozniakning otasi elektr injeneri bo'lgan. Shu sababli ham u bolaligidan elektronikaga qiziqqan bo'lsa kerak. Yana unda matematikada katta qobiliyat bo'lgan. U Berkeley kollejida o'qib yurgan vaqtidayoq maktab davridagi do'sti Jobs bilan birgalikda telefonlarni hack qilish uchun qurilma Blue Box yasab, uni talabalarga sotib yurgan. 1970-yillarda u bir nechta elektronik firmalarda ishlagan va 1975-yilda Hewlett Packard kompaniyasida faoliyat boshlagan. Aynan shu kompaniyada stajirovka o'tab yurgan paytida Wozniak o'zining birinchi shaxsiy kompyuterini yaratgan. Kompyuter yaratishda yangi mikroprotsessordan foydalanilgan, lekin Hewlett Packard uni dizayni ustida ishlashdan bosh tortgan. Shundan keyin Wozniak kompyuterni Jobsga ko'rsatgan, kompyuter Jobsni hayron qoldirgan va u kompaniya tuzishni taklif qilib, uni Apple kompyuter deb nomlashga qaror qilgan. O'zi hamma boshoruv Jobsni garajda boshlangan edi. Wozniak o'zini qurilmalarini o'sha garajga olib o'tgan va ular birgalikda ish boshlashgan. Kompyuterni tayinlash uchun Wozniak o'zini kalkulyatorini, Jobs bo'lsa Volkswagen mikroavtobusini sotishga majbur bo'lgan. Apple tarixi. Apple bir juda murakkab bo'lgan va zerikarli qutiga o'xshagan. Jobsning qat'iy turib olishi natijasida Apple ikki dizayn jihatdan chiroyliroq, rangli ekranli qilib ishlangan. Qisqa qilib aytganda, u oddiy odam uchun tushunarli bo'lgan. Xo'p, g'oya tayyor, ixtiro bor, ishlab chiqarish boshlandi, kelajakdagi umidlar katta. Endi nima qilish kerak? Albatta sarmoya topish kerak. Jobs ham buni yaxshi tushungan. Shu uchun ham u kompaniyaga professional boshqaruvchilar va mustahkam investitsiyalarni qidirgan va topgan ham. Jobs taniqli PR-man Regis McKennani kompaniyaning vakili bo'lishga ko'ndirgan va Intel korporatsiyasining boy veterani Michael Markullani ham sarmoya kiritishga rozi qilgan. Michael kompaniyaga naqd $250 ming investitsiya kiritgan. Keyinchalik u Apple'ning eng katta sarmoyadoriga aylanib, direktorlar kengashining eng ta'siri katta a'zosiga aylangan va kompaniyaning turli lavozimlarida 20 yil faoliyat yuritgan. O'zining qulayliklari va dizayni bilan Apple ikki havaskor dasturchilarning eng sevimli kompyuteriga aylangan. Aytgancha, Apple faqat dasturchilar bilan to'xtab qolmagan, balki hali hech kim xayoliga keltirmagan paytda u ta'lim muassasalari, maktablarga ham kirib borgan. IBM bilan raqobat. Apple ketma-ket rekordlarni urdi. 1980-yilga kelib, kompaniyaning narxi $100 million ga chiqib, unda 1000 dan ortiq inson ishlar edi. Shu yilning oxirida kompaniya ommaviyga aylanib, aksiyalarni sotishni boshlagan va bozor narxi 2 milliardga chiqqan. Bu 1956-yildan beri Forddan keyingi eng yuqori ko'rsatkich bo'lgan.
Bu vaqtda esa IBM o'zining ilk personal kompyuterini chiqargandi. Ular bozor o'sishini kutgan va kattalashgandan so'ng kirib kelgan. Aytish kerakki, ancha jiddiy taklif bilan. Ularning Lotus 123 deb ataluvchi jadval protsessori biznes vakillari orasida ommalashgan. Bu biznes vakillari Apple o'ziga torta olmagan xaridorlardan edi. Bundan keyin Apple munosib javob tayyorlashga harakat qilgan. 1979-yilda Steve Jobs injenerlar jamoasini yig'ib, Palo Alto kompaniyasiga yangi ixtirolarni ko'rish uchun borgan. U yerda jamoa tarixdagi birinchi foydalanuvchining grafik interfeysi, ekranda harakatlanuvchi sichqoncha, harakatlanuvchi ikonalar va rasmlar bilan tanishgan. Raqobat shu darajaga borib yetganki, ular hatto shiorlar bilan ham urushishni boshlashgan. IBM Think deb slogan chiqargandi. Apple esa 1997-yilda Think Different degan sloganni e'lon qildi. Apple ham ikkilanib o'tirmay, bu ixtirolarni o'zini ikkita yangi mahsulotiga kiritgan. Davom etamiz. Liza va Macintosh. Macintosh birinchiga nisbatan arzonroq bo'lgan va Jobsning shaxsan o'zi uning ustida ishlagan va bu mahsulot shunchaki buyuk emas, balki aql bovar qilmas darajada buyuk bo'lishiga istak bildirgan. Macintoshning reklamasi ham o'zgacha chiqib, ko'pchilikning e'tiborini torta olgan. Rolik mashhur rejissyor Ridley Scott tomonidan olingan va George Orwellning 1984-asariga asoslangan. 24-yanvarda Apple kompyuter Macintoshni taqdim etadi. Ana shunda sizlar 1984-yil nima uchun romandagi 1984-yilga o'xshamasligini bilib olasizlar. Mana sizlarga marketing, toza reklama san'ati namunasi. Televideniya va matbuotda katta shov-shuv qo'zg'agan. Odamlar rosa qiziqqan, lekin shunga qaramay Macintosh Apple kutganday sotilmagan. Odamlar uni o'yinchoqqa o'xshatgan va kompyuterning xotirasi ham yaxshi ishlanmagani ta'kidlangan. Tanqidlar va omadsizlikdan so'ng 1985-yilda kompaniya CEOsi John Sculley Jobsni kompaniyadan chiqarib yuborgan. Undan avvalroq Steve Wozniak ham o'qishni davom ettirib, ustoz bo'lish uchun tark etgandi. Shunday qilib, kompaniya o'zining asoschilaridan ayrilgan. Sculley boshchiligida kompaniya Macintoshni ancha yaxshilagan, lekin kompaniya saqlab qolgan narsa bu emasdi. Kompaniyaga yana bir marta muvaffaqiyat olib kelgan ixtiro bu lazerli printer bo'lgan. LaserWriter o'z davri uchun inqilob qilgan mahsulot edi. U foydalanuvchiga kompyuterdan foydalanish vaqtida printerdan narsa chiqarish imkoniyatini bergan. Kichik biznes vakillari va printer do'konlari uchun bu o'ta kerakli narsa edi. Grafik dizayn va chop etish bozori Apple uchun eng muhim bozorga aylangandi. Yana bir muhim kashfiyot bu giperkart bo'lgan. U Macintoshda tugmalar, rasmlar yaratish uchun dasturlar tili edi desak xato bo'lmaydi. Unda o'qituvchilar maktablar uchun prezentatsiya, rasmlar tayyorlagan. U bo'yicha ko'p tasavvurlar bor. Ba'zilar kompaniya o'zi ham bilmaydi nima yaratganini deb hazil ham qilib qo'yishadi. Lekin nima bo'lganda ham bu yangilik kompaniya uchun muhim rol o'ynagani aniq. Oltin davr va muammolar boshlanishi. Kompaniya yillik aylanmasi 10 milliard dollar, har yili millionlab kompyuter sotuvlari, lekin kompaniya yuqori texnologiyalardan foydalanishiga qaramay, uning bozordagi o'rni zaiflashib borayotgandi. Chunki hali hanuz biznes vakillari Macintoshni jiddiy qabul qilmasdi. Bu yoqda esa Microsoft o'zining yangi operatsion tizimi Windowsni bozorga chiqargandi. U juda katta tezlikda tarqalgan. Apple esa sifatni taklif qilgani bilan odamlar premium uchun pul to'lashni xohlamasdi. Chunki bu yoqda arzongina Windows turardi. Shundan so'ng korporatsiya ketma-ket omadsizlikka uchragan loyihalarni chiqargan. IBM va Motorola bilan hamkorlik qilgan, lekin bular mojarodan boshqa hech narsaga olib kelmagan. So'ng kompaniya boshqaruvchilari almashtirilgan, aksiyalar esa qulashni boshlagan. Va nihoyat 1996-yilda Gilbert Amelio kelganidan so'ng Jobs kompaniyaga qaytarilgan. Shu bilan birga Jobs 1985-yilda Apple'dan ketganidan so'ng o'zi tashkil etgan Next kompaniyasi Apple tomonidan sotib olingan. Steve kompaniyaga qaytgandan keyin boshida CEO maslahatchisi bo'lgan va boshqaruvga uncha aralashmagan. Bu orada kompaniya omadsizlikka uchrashda davom etgan. Aksiyalar 3% ga pasaygan. Yangi chiqargan tovarlariga odamlar qiziqmay qo'ygan. Hamma Microsoftga o'tib ketavergan. Shundan so'ng Jobs va nihoyat Apple'ning bosh direktori va eng katta aksiyadoriga aylangan. U qaytgandan so'ng katta o'zgarishlar qilgan. Ancha odam ishdan bo'shagan, ishlab chiqarishlar o'zgargan. Loyihalar esa yopilgan. Jobs ularni kompaniyani ortga tortuvchi narsalar deb hisoblagan. Bundan tashqari, Jobs Microsoft bilan aloqalarni ancha yaxshilashga ham erishgandi. 1998-yil 6-may kuni iMac kompyuteri taqdim etilgan. Unda avvalgi mahsulotlarda bo'lgandek litsenziya va hokazolar bilan bog'liq muammolar bo'lmagan. iMac Apple'ga kutilgan natijani olib kelgan. U 1 yil ichida kompaniyaning bozor ulushini 2.6% dan 13.5% ga oshirgan. 2001-yilda esa
Apple iTunes musiqa eshitish, uni MP3 formatga o'tkazish uchun dastur ishlab chiqadi. Xuddi shu yili 23-oktyabrda esa iPod playerini chiqargan va u bozordagi yetakchi mahsulotga aylangan. O'zi aynan shu iPodlardan keyin podkast so'zi kelib chiqqan. Va nihoyat 2007-yilda o'sha mashhur iPhone chiqarilgan. Bor yo'g'i 15 yilgina oldin. Qizig'i, g'alati eshitilsa ham birinchi iPhone'da 3G bo'lmagan. 3G 2008-yilda iPhone 2 ga o'rnatilgan va u bor yo'g'i 3 kunda 1 million dona sotuvga erishgan. Shuningdek, xuddi shu yili App Store ham taqdim etilgan. 2009-yilda iPhone 3GS chiqqandan keyin Apple'ning smartfonlar bozoridagi ulushi 20% ga ko'tarilgan. iPhone chiqqan payt Apple BlackBerry bilan raqobat boshlagan bo'lsa, keyinchalik video o'yinlar sohasi yetakchilari Nintendo va Sony bilan raqobatlashishni boshlagan. Shunaqa qilib iPhone'da ham ashula eshitish, rasm va video olish, kitob o'qish va albatta o'yin o'ynash imkoniyatlari paydo bo'lgan. 2010-yilda iPad taqdim etilgan. Katta ekran, yuqori sifatli video, elektron kitoblar. Hatto bir necha kompaniyalar bilan hamkorlikda elektron kitoblar platformasi iBook ham ishlab chiqilgandi. Telefon xotirasi bilan muammolar paydo bo'lishni boshlagandan so'ng 2011-yilda iCloud ishlab chiqilgan. U orqali foydalanuvchilar o'z ma'lumotlarini bulutga saqlash va boshqa Apple qurilmasida ochish imkoniyatini berardi. 2014-yilda iPhone katta xaridni amalga oshirib, eng katta naushnik ishlab chiqaruvchi kompaniya The Beats'ni 3 milliard dollarga sotib oldi. 2015-yil Smartwatch, 2016-yil esa AirPods chiqarildi. iPhone va unga aloqador tovarlar ommalashgandan so'ng Apple 2018-yilda trillion dollarlik bozor qiymatiga chiqqan birinchi kompaniyaga aylandi. 2 yil o'tib esa Apple bu ko'rsatkichni 2 barobarga oshira olgan tarixdagi birinchi kompaniyaga aylandi. 2011-yilda Jobs saraton kasalligidan vafot etdi va uni o'rniga Tim Cook keldi. Uni boshqaruvida hech qanaqangi yangi mahsulotlar ishlab chiqarilmadi. Faqatgina eski mahsulotlarni yangi versiyalari chiqdi xolos. iPhone 4 va boshqalar. Xullas shunaqa gaplar. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Aytgancha, yana bitta qiziqarli fakt. Apple eng birinchi logotipida Isaac Newton tasvirlangan edi. Shunga o'xshagan qisqa va qiziqarli faktlarni bizning Telegram kanalimizda ham kuzatib boring. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda, sizlar bilan Kamina Mahmud bo'ldi. Omad hamrohingiz bo'lsin. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi sanaval. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.